15 ming dona pechonitsamizni optim narxidan ham arzon narxga xalqimizga suv tekin narxda tarqatamizdan nima deyapti? Opajon, aynan shu pechonitsalarimizni nechi pul deb o'ylaysiz? Bilmasam bir 20 bo'lsa kerak. Voy, bilmasam bir 80 minglar bormi? Taxminan 50 mingda bo'lsa kerak. O'zingizlar ko'rdinglar mijozlarimizni fikrini. Kimdir 50 ming so'm deyapti o'zining narxi, kimdir 80 ming, kimdir 100 ming va hokazo. O'zi mana shu narx atrofida sotilar edi. Hozir masalaga suv tekin narx qanaqa bo'lishini masalaga ko'rsatib qo'yay. Bitta mana bu dizaynni qaranglar. Dizaynlari takoy neobычный dizaynda ishlab chiqarilgan. Sifatlari, shishasini tiniqligiga alohida gap so'z bo'lishi mumkin emas. Endi eng glavniy joyda narxi bor-yo'q. 1.9 dollar nima deyapti? So'mda 24,5 ming so'm atrofida chiqadi. Bu degani suv tekin narx. Hali O'zbekiston bo'yicha tarixda biza qo'yyapmiz, ya'ni bunaqa narxga biza tushiryapmiz. Niday bor. Kimdir bizdan arzon qilishga harakat qilsa, biz undan ham arzoniga berishga tayyormiz, chunki kolleksiyamiz juda ham yuqori, katta. Ertaga 9:00 dan sotuvimiz ochiladi. Navbat bilan beramiz. Sotuvchilarga bermaymiz, chunki biz fokusni ko'proq xalqqa qaratganmiz. 20 tadan ko'p olish mumkin emas. Bitta mijoz 20 ta oladi. Chunki xalqimiz maza qilsa, biz ham maza qilamiz. O'shaning uchun Chinnichi do'koniga kelavringlar. Chinnichi bu to'g'ri tanlov.